Qizlarjonlar, mana Dang'ara ofisimizda hamma mahsulotlarimizdan bor. Yuz uxotlari uchun, mana marvaridli maskalarimiz, ugrilar uchun, yuz tozalash uchun molochkolar, mana pilinglarimiz bor. Ta'sirchan yuzlar uchun kremlarimiz, yuzlarida jiravisi bor qizlarimiz uchun mana bunday davolovchi kremlarimiz bor. Bundan tashqari har xil shampunlarimiz bor. Mana bio shampunlarimiz, yog'li sochlar uchun, quruq sochlar uchun mana barcha shampunlarimizdan ham bor. Mana zaytun ekstraktimiz bolajonlarimizni parazit va gijjalaridan davolash uchun, bundan tashqari ichki tozalovchi uchun ham juda ham yaxshi, foydali bu. Bunga qo'shimcha mana kikik mahsulotimiz, propolis, suyuq propolis, bilasizlar, bu tabiiy antibiotik hisoblanadi, juda ham zo'r. Va bizga mana shunaqangi og'iz spreylarimiz kelgan. Bu og'iz stomatit bo'ladigan, tomog'i og'riydigan bolalar uchun, kattalar uchun ham juda ham foydali. Folik badimiz ham kelgan, qizlar. Buni ham bilasizlar, juda ham foydali badlardan, ayniqsa homiladorlar uchun, homiladorlikka tayyorlanib turgan ayollar uchun juda ham foydali. Zubnoy pastalarimiz, choylarimiz, xullas barcha mahsulotlarimiz bor, qizlar. Mana kofelarimiz bor. Sutli kofelarimiz. Bemalol kelib xarid qilishlaring, zakaz qilishlaring mumkin. Растерзала стая волчья и жестоких слов. Плакала сирена скорой, разрывая город сонный. Так хотела нас спасти, нас Джан. Джана, 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 мы с тобой два.